Go'zallarim, mana yaxshimisizlar? Men shvedskiy kompaniyani Novech naboridan zakaz qildim. Bu nabor yuzni uxot qiladi. Yuzdagi dog', ajin, nima muammongiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammongizni yo'qotib beradi. Qaranglar qizlar, agarda bu naborni siz xarid qiladigan bo'lsangiz, siz bu naborda qancha foyda ko'rasiz? Bu nabor shvedskiy kompaniyani halol Novech Plus nabori hisoblanadi. Bu yuzdagi ajinlar, dog'larga, ko'z atrofiga tushayotgan dog' ajinlarga qarshi kurashadi. Qaranglar, mana bu yerda bu naborning ko'rinishi va xuddi mana shu suratdagidek ko'ringanidek bo'lib keladi. Gel umumvalka, bu gel umumvalkasini bizada yog'li yuzga ham tushadi, quruq yuzga ham tushadi. Yuzni ikki taraflama tozalab beradi. Buni sostavlari va shtrix kodlari bilan birga keladi. Bu original mahsulot. Ikkinchi, mana shu Vokrug Glazi, qaranglar, buni ko'rinishini mana shu yerda dozatori bor, ya'ni biza qancha kerak bo'lsa, mana shu yerdan o'lchab chiqarib olsak bo'ladi. Bu Vokrug Glazi ko'zingizni atrofidagi mayda endi boshlanayotgan ajinlarni ham yo'qotib beradi. Bu chunki liftingi bor, ya'ni yuzni tortuvchi va bu yerda siviritka. Mana shu naborda eng asosiy rol o'ynaydigan bizada mahsulotimiz. Yuzni kremdan oldin taxlab beradi va bizani kremlarimizni yuzga 7 qavat terisigacha singishiga yordam beradi. Keyingi kremimiz bu nochnoy krem. Buni kechqurun ishlatamiz. Kechqurun uxlagan vaqtimizda bizani yangi terilarimiz uyg'onadi va terimizni yangilanishiga yordam beradi. Qaranglar, men nimani ko'rsatmoqchiman? Bu sizga juda ham ko'p vaqt ketadi. Bu qaranglar, tushmaydi ham, juda ham quyuq ichida va surgan vaqtingizda yuzingizga juda ham ko'p vaqt ishlatasiz. Qaranglar, mana bu nabordagi eng yaxshi ko'rgan kremim mana shu kunduzgi krem, chunki bu kremning ichida bizani yuzimizdagi endi boshlanayotgan ajinlarga qarshi kurashuvchi ufasi bor. Yuzimizni tonini ochartirib beradigan UVB'si bor. Undan tashqari bu yerda e'tibor beringlar, Optis Plus buni bemalol kunduz kuni ham quyoshdan saqlovchi krem sifatida va pad makiyaj sifatida ham ishlatsangizlar bo'ladi. Bu ham juda ham quyuq, mana ko'rayotganlaringizdek juda ham quyuq bo'lib keladi. Mana tushmaydi ham, silkitsangiz ham tushmaydi, chunki ichi to'la, juda ham barakali va ko'p vaqtimizga yetadi. Naborimiz mana shunday sumkacha ko'rinishida keladi. Buni sotilish narxi 9999 rubl, lekin siz o'zingiz nomingizga zakaz qilganingiz uchun qizlar, sizga bu 8499 rublga tushadi va bu naborni xarid qilganingiz uchun sizga 1500 rubl o'zingizni kошелегingizga pul tashlab beradi. Undan tashqari sizga qimmatbaho podarkalarni ham beradi. Bu yerda любой bitta mahsulotni siz agarda zakaz qiladigan bo'lsangiz, sizga har bitta zakazingiz uchun o'zingizga pul to'lanadi. Undan tashqari dostavkalari ham tekin bo'ladi.